Salom qadrli obunachilar. Siz qachondir o'z yozuvingizni do'stlaringiz yoki tanishlaringiz yozuvi bilan taqqoslaganmisiz? Xuddi barmoq izlari kabi bir xil yozuvlar mavjud emas. Yozuvdagi harflarning shakl va yo'nalishi fe'l-atvoringiz haqida ko'plab ma'lumotlar berishi mumkin. Garchi yozuvlarni tahlil etish aniq fan bo'lib hisoblanmasa-da, lekin o'zingizni anglashingiz uchun biroz bo'lsa ham yordam beradi. Toza qog'oz olib, biror gap yozing. Endi esa videoni tomosha qilib, yozuvingiz siz haqingizda nimalardan xabardor etishini bilib oling. Video so'ngida esa sizni ajoyib bonus kutmoqda. Sizning imzoingiz siz haqingizda barcha narsani aytishini bilarmidingiz? Unda videoni oxirigacha tomosha qiling. Agar siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Gapning hajmiga e'tibor bering. Yozuvingizdagi harflarning hajmi sizning o'zingizga beradigan bahoyingiz va o'z-o'zingizni qanchalik anglashingizni bildirishidan xabaringiz bormi? Ushbu omil vaqt o'tgan sari deyarli kam holatlarda o'zgaradi. Yozuv hajmining kattaligi sizning samimiy va insonlar davrasida xush ko'ruvchi inson ekanligingizdan hamda sizga e'tibor qaratishlarini va tushunishlarini istashingizdan dalolat beradi. Mayda yozuvlar esa uyatchan, e'tiborli va biroz sinchkov insonlarga xos hisoblanadi. Yozuvlarning o'rta kattaligida bo'lishi sizning moslashuvchan ekanligingizdan dalolat beradi. So'zlar orasidagi masofa. So'zlaringiz orasida masofa kattami? Kleini tadqiqotlariga ko'ra, so'zlar orasidagi masofa sizning boshqa insonlar bilan qanchalik yaqin ekanligingizni anglatadi. Agar so'zlaringiz orasi keng bo'lsa, demak siz erkinlikni sevuvchi va me'yordan chiqishni yoqtirmaydigan insonsiz. So'zlar orasida masofaning yaqinligi yozuv sohibining yolg'izlikni xush ko'rmasligini anglatadi. Yozuvning egilganligiga e'tibor bering. Yozuvning egilganligi insonning shaxsiy sifatini anglatishini bilasizmi? Masalan, yozuvning o'ngga egilganligi sizning ta'sirchan, yangiliklarga moyil, oila va do'stlaringiz siz uchun barchasidan muhim bo'lgan inson ekanligingizning belgisidir. Yozuvning chapga egilishi esa sizning ko'pincha yolg'iz qolishni xush ko'rishingiz va diqqatni tortmaslikka urinadigan insonligingizni anglatadi. Agarda yozuvlaringiz tik holatda bo'lsa, demak siz mantiqiy fikrlovchi va tajribali insonsiz. Yozuvlaringizga nuqta va chiziqlarni qanday holatda qo'yasiz? Harflar ustidagi belgilar so'zlardan ko'ra ko'proq ma'lumot bera oladi. Agar harflar ustidagi nuqta yoki chiziq haddan tashqari baland bo'lsa, bu tasavvuringiz boyligini anglatadi. Belgilarning harfning naqd ustida bo'lishi sizning e'tiborli, tartibli va aytayotgan so'zlaringizni nazorat eta olish qobiliyatingizdan darak beradi. Agarda nuqtalar o'rniga chiziqlardan foydalansangiz, siz o'zingizga nisbatan o'ta talabchan bo'lib, kamchiliklarga toqat qila olmaysiz. Agar belgilarning ichi bo'sh bo'lsa, bu bolalarcha qiziquvchanlik va orzularga berilishni anglatadi. Yozuvlaringizdagi T harfiga e'tibor bering. Shunisi ajablanarliki, T harfining yuqori qismi insonning maqsadlarga erisha olish qobiliyatini namoyon etadi. T harfining yuqori chizig'i aynan ustunning yuqorisida joylashsa, bu sizning g'ururli va o'zingizga ishonchingiz yuqoriligi hamda yuksak maqsadlarni belgilay olishingizni anglatadi. Agar yuqori chiziq o'rtada joylashsa, siz o'zingizga ishonasiz va o'zligingizcha qolishni istaysiz. Chiziqning uzun bo'lishi sizning qat'iyatli va shijoatingizning belgisidir. Chiziqning qisqa bo'lishi esa sizda biror ishni yakuniga yetkazish bo'yicha muammolaringiz borligini anglatadi. Chetki qismlardan qanchalik uzoq bo'lishingiz. Yozayotgan vaqtingizda qog'ozning chetki qismidan qancha masofa qoldirasiz? Chetki qismda qoladigan masofa sizning dunyoqarashingiz va hayotga bo'lgan munosabatingiz belgisidir. Chap tomondan joy qoldirish sizning o'tmish bilan yashashingizni bildiradi. Qoldirilgan joyning ingichkaligi sizning dunyoqarash va harakatlaringizni o'tmishdagi tajribalarga bog'liqligini, kengligi esa siz hayotda yashashni davom ettirib, kelajakka intilib, yangi tajribalar orttirishga tayyorligingizni anglatadi. O'ng tomondan masofa qoldirish esa sizning kelajakka nisbatan qarashlaringizning belgisidir.
Agar masofa ingichka bo'lsa, siz ijtimoiy shaxs sifatida namoyon bo'lib, moslashuvchan va kelajakka tayyor ekanligingizni bildiradi. Keng masofa esa sizning kelajakka ehtiyotkorlik bilan boqishingizni va hozirgi muvozanatni ma'qul ko'rishingizni anglatadi. Yozuvingizdan o'zingiz haqingizda biror yangi ma'lumotga ega bo'ldingizmi? Buni kommentariyada yozib qoldiring. Va nihoyat kutilgan bonus, imzoingiz siz haqingizda barcha haqiqatni aytadi. Qog'oz ruchkani olingda va imzoingizni qo'ying. Ana endi tahlil qilamiz. Imzoning tugash chizig'i qayerga yo'nalgan? Tepaga, o'ngga yoki pastga? Agar tepaga yo'nalgan bo'lsa, siz kuch-quvvatga to'la insonsiz. Siz optimistsiz. Oldingizda turgan har qanday muammoni osongina yengasiz. Agar bu chiziqlar yonga, chapga yoki o'ngga yo'nalgan bo'lsa, siz muvozanatni yaxshi ko'rasiz. Agarda chiziq pastga yo'nalgan bo'lsa, siz ko'p hollarda g'amgin va tushkun holatda yurasiz. Ikkinchidan, imzoning uzunligi. Agar imzoingiz uzun bo'lsa, siz sabr-bardoshli insonsiz. Bunday odamlar maqsadga erishuvchan, tartibli va o'z yo'lidan qaytmaydigan insonlardir. Agar imzoingiz kalta bo'lsa, siz hodisalarga tezkor javob qaytarasiz va siz biron ishni chuqur tahlil qilmasdan xulosa chiqarasiz. Bunday odamlar sekin harakat qiluvchi insonlarni yomon ko'radilar va bir turdagi ishdan tez zerikib qoladilar. Harflarning katta-kichikligi. Agar boshlang'ich harf katta bo'lsa, bu insonni qattiqqo'l deyish mumkin. Agar harflar deyarli bir xil hajmda bo'lsa, bu inson hayotidan nolimaydi va oddiylikni yoqtiradi. Imzoingizdagi mayda harflar sizni fikrlaringizni boshqarishingizni bildiradi. Juda mayda harflar esa sizni o'z so'zidan qaytmaydigan egoist inson ekanligingizni bildiradi. Agar harflar katta-kichik va tushunarsiz bo'lsa, xuddi yosh bola yozganga o'xshasa, siz mehribon va oqko'ngil insonsiz. Agar imzoingizdagi harflar bir-biriga ulangan bo'lsa, siz mantiqiy fikrlovchi insonsiz. Xo'sh, o'zingiz haqingizda biron yangilik bilib oldingizmi? Aytganlarimiz qanchalik mos keldi? Buni kommentariyada yozib qoldiring. Shunday ajoyib videolarni ko'proq ko'rishni istasangiz, videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Ko'rishguncha.